Iı, ah. Ulan turdim. Vahşi belim og'riyapti o'rtoqlar. Bu demakda nima bor o'zi? Hech nima yo'q-u. Shu belda ortib o'rtoqlar. Chiqaylik tashqariga. Yomg'ir yog'yapti-kanu. Qalasizlar jitil? Tushimsa, yaxshimisizlar, tushimsizlar? Bo'lyaptimi ishlang? Ha, bo'lyapti. Yaxshimisiz o'zing ham tushimsa? Ana bitta narsa so'ramoqchi eding-da sendan. Yo'q, bormidi o'sha narsa senda? Nima? Bor bo'lsa beraman-ga nima? Nima edi? Nima kerak o'zi? Aytinglar. Bizgami? Ana olmosni kirka kerak. Olmosning kirka? Menda unaqasi yo'q. Bor deding-ku menga. Yo'q, agar sen men boshqa narsa debman, hozir ketmon so'rashing mumkin. Ana jitildan bezotdan so'rasam, xuddi o'shanaqa ketmon-petmon. Men o'shanaqa debman-da, menda unaqasidan yo'q. Unda nima qilamiz? Ketmondik yo. Ye. Uyat emas, yoshingizni qarang. O'rtoqlar, tuppa kungiz kuni uyimizni oldida-ya. Qarab turinglar, qarang. Uni Qodir Ali. Fu. Nima qilganingiz bu? Hop. O'rtoqlar bo'ldim. Muzdek ekan. Stop, harbiy. Kim bu politsiya? Harbiy. Kim bular? Jitil, oy. Nima deysan? Ana. Gap teshmasa ketib yuboradi shular. Mayli o'rtoqlar. Uyga kiraylik-chi. Tepaga chiqamiz. Men pulim yo'q qolgan, dadamga aytaymi, yo'qmi debman o'rtoqlar. Hozir baribir aytsam dadam itaradi meni. Javob. Yo'qaylik-chi. YouTube'da nechta bo'libsiz? Qani YouTube kanalimda ko'raylik-chi, obunachilarmi? 795 ta. O'rtoqlar, tezroq o'tib obuna bo'lib yuboringlar. Mingtaga oz qolibdi-yu вообще. Davay endi o'rtoqlar, obuna bo'lib layklar piqillab tashinglar o'rtoqlar. Kalt mana. Kiraylik-chi, bitta xabar olib qo'yaylik. Mana shu qoldirib ketibdi. Stop o'rtoqlar, meni yana bitta sekretniy joyim bor edi, bilsalaring. Nega aytmaganmanmikan videoda? Menimcha aytmaganman. Hoppa. Mana shu yerda meni turibdi-kan o'rtoqlar. Mana shu yerda izmuritlarim bor edi meni. Narsa bo'lmagan. Yaxshi turibdi o'rtoqlar. Mana. Gilamni yana qo'yib qo'yamiz. Jinni kompyuter o'ynaymiz. Stop, telefon bo'lyapti. Dadam. Ali, sanakin dada. Ha, alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisiz? Bo'lyaptimi ishlaring? Ha, bo'lyapti dada, yaxshimisiz, tushimsiz? Senga bitta gapni aytmoqchi edim. Qanaqa gap? Ayting. Iloji bo'lsa o'sha qishloqda ishlab pul topsang ham bo'ladi o'zing. Nimagaki endi men senga pul jo'nata olmayman. Nega? Nimaga pul jo'nata olmaysiz? Chunki meni biznesdan yo'qolib ketyapti-da. Endi men bu yerda qanday ishlayman? Men ishim yo'q-da bu yerda. Endi bilmayman o'g'lim, endi o'zing pul topib turasan. Meni qo'ldan kelganda senga pul jo'nat. Men narxiga pul jo'nata olmayman. Bilasan o'zing ham sharoitni. Bo'pti, mayli dada. Bo'pti, o'zingni yaxshi asrang. Bo'pti. O'rtoqlar, dadam nima deyaptilar axir? Voy, endi ishlaymanmi men? Men boyvat. Mana shu nardiyam yo'qotib tashlash kerak. To'g'ri joyga tegdi, bo'ldi. Men, voy o'rtoqlar.
Pulim ham o'g'irlab ketdi. Aytmadim uni ham dadamga. Ishlaymanmi endi men? Voy, mayli. Telefon bitta bo'ldi, tamom. Mana bo'ldi. Hop. Bo'ldi. Bitta menga tegishli bitta shapkam bor. Keyin Pepa tapishgam kiyosan. Bo'ldi. Ketdik. Bekzodni oldiga o'rtoqlar, Bekzodni oldiga o'tib kelaylik. Yomg'irdan cho'chqa ham yuraveradi. Voy, Bekzod. Nima o'tgan o'rtoqlar? Politsiyami nima deyapti? Bekzod, Bekzod. Aka. Ochil. Qandaysan Bekzod? Yaxshimisan, suymisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingam yaxshimisan, suymisan? Ha, yaxshi. Короче, o'tirayda senga bitta gapim bor. Qanaqa gap? Gapir. Короче, men dadam aytyaptilar, hozir telefon qilib. Короче, aytyaptilar dadam. Nima emish, men ishlashim kerak ekanda Bekzod. Qanaqa ishlash? Boyvachchaydiku, marmishada boyiydiku. Men ham boyman, to'g'ri. Dadam aytyaptilarki, menga endi senga pul jo'nata olmayman o'g'lim. Bizneslarim yopilib ketdi, 3-4 deyaptilar. Shuning uchun ishla deyapti. Ha, tushunarli. Nima qilasan unda? O'zim ham bilmayman, boshim qotib qolgan. Qani tavakkal qilib Telefoning zaryadi necha? 90 bar. Hammaga 100. PUBG'ga kir. O'ynaymiz. Hozir. Ot, Bekot. Voy, Bekzod, maqbuyding. O'zing tufayli yopilib ketdik hozir. O'zing ichidagini shoshilib berdik. Ishqilib. Bo'pti, men zerikdim. Telefonim ham zaryadkam qoldi. Bo'pti, Bekzod. Bo'pti, men uxlayman hozir. Kunduzi-ya? Charchadim, men uxlab kelyapsan. Nima ishim bor yo'q-ku? Gapirma menga unaqa. Nida o'ylayapmi? Uraman hozir, yomon uraman. Valla to'shay, nima deyapsan? Gapirma boshqa. Hop, shu bitta gapda urishyapsanmi? Urishaman ham kerak bo'lsa. O'zi asa buzilayotganda sen ham xuyi qiladi bolalar bular. Kim bo'pti? Mana stop. Mana qayt o'zi politsiya bitta kirib ko'raylik. Hop. Sen kim? Kirishga mumkinmi? Ha, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yer qayt? Yangi ochildimi qishloqda? Kechagacha ochildik. Qanaqa joy bilsa bo'ladimi? Politsiya uchastkasi. Sizlar qishloqlaringda yo'q ekan, shuning uchun qurildi. Boshqa 3-4 qishloqlarda ham qurilyapti. Hozir nima uchun kerak? Nimadir shikoyat yo nimadirlar bo'lsa, bizga kelasizlar, shuning uchun biz hal qilib beramiz. Ana tepada turgan brat kim? Qo'riqchimiz. Bo'pti. Shuni bilganing bo'pti aka. Bo'pti. Bo'pti. Politsiya deylar. Okey. O'zi kecham bo'lib qopti-yu, o'rtoqlar. Nima qilyapsan? Pastda uxlamayman, men tepada uxlayman, stopa. Mana ularni yechib olaylik. Yana qo'yamiz joyiga. Ketdik. Hoppa, telefonim yana qo'yamiz va jinda kompyuter o'ynaymiz. Va uxlayman. Bo'ldi, o'chira kompyuterdan rosa yo'qim kelyapti meni ham. Bitta ochib qo'yaylik, eshikni shabada kelib tursin. Bo'pti, o'rtoqlar, videoni uxlab ko'rishamiz. O'rtoqlar, turdim ham nihoyat. Mana bu yerda mazza qilyapman men masalan. Diyon yumshoq.
va qulay eshikni ochib qo'ygan sovqotibman men. Va mana yorug' tushdi va yomg'ir tindi. Bu yerda ham yopib qo'yamiz endi. Житель. Anami. Ana bratimmi? Qalaysiz brat? Tushimsiz? Yaxshi. O'zi jiddiy qoldi, shuni ham tozalab olsam bo'ldi. Bo'pti. Endi ham qarab turing, hech kim kirib olmasin yana hali kunga. Bo'ldi, hech kimga kirgizmayman. Hech kimni kirgizmang. Hech kim menga tanish emas, xo'pmi? Xo'p, bo'ldi. Bo'ldi. O'tgan safar shu bratdim ancha pullarim yo'qoldi. Melisaga yozib beraymi? Mayli, tavakkal qani bir 2 3 o'rtalamizdek mazza voy. O'zing shaxsiy basting bo'lsa-da mazza o'rtoqlar. Bo'ldi. Endi sekin chiqsak ham. Stop o'rtoqlar. Menga mer to'xtab turinglar. Hop. Uyga kiraylik-da. Hop. Ana. O'rtoqlar menga o'tgan kuni mer menga ish taklif qildi-da. Fermerlik. Ana etti yerda qarayman aka. Shunga kirayamkan yoki o'rtoqlar? Yo kirmasdan yuraveraymi? Nima deysizlar? Hop, qani bitta merdan so'rab ko'raylik-chi. Olamiz. Soat necha o'tdi? 10. Yaxshi. Yopib qo'yamiz va chiqib ketamiz. Mer janob uylarga haydaymiz endi o'rtoqlar. Hop, Instagramga kiramiz. 20 like. Yaxshi. Men kirishgan kimmi? Kar. Sen kimmi? Alaykum assalom. Nima kerak? Ana menga ish taklif qiluvdingizmi? Ha? Nima bo'ldi? Ishga kirmoqchimisan? Ha, gap shu fermerlikmi o'zimi? Eshigim tagidagi shu ish boshimi? Shu ishga kirmoqchi edim. Yo'q, boshqa jitil olmagan endi. Hozir bo'sh fermalar yo'q. Keyin bo'chasi o'zim aytib o'raman, telefon qo'yaraman senga. Bo'shagan yo'qmidi? Bo'shagan yo'q, uni boshqa jitil olgan. Bo'pti. Rahmat. Bu ish ham band. Shu огородga kirib olishim kerak-da. Qaysi jitil kirib olibdi bilmayman. Ana bratgina yo'q. Mayli, nimadir bo'ladi. Nima uyga kiryapman o'zim? Chaq tashqariga. Mana bo'ldi. Ketdim qishloq aylanib kelaman endi. Mana fermalarga ham qarardim aka ishga olganda meni. Olmayapti-da, afsuski band yapti. Bitta uylar bor ekan. Bet nima? Sotuvchi. Kirishgan kimmi? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'konga o'xshaysiz, nima kerak? Bu yer do'konmidi? Qachon ochildi? Kecha ochildik. Aka, kecha. Bildim, kecha bo'ldi. Bitta gapiravering. Yo'q, bitta gapiraman. Bo'ldi. Hop. Maqirmak. Hop. Hovetlarda nima bor? Shu bo'ldi. Bu yerda nimalar bor? 4 olma. Bo'ldi. Bo'pti, brat. Tez ochiq. Bet do'kon bo'pti. Bu nima? Bet menimcha bunga dastavka. Brat. Nima deysiz? Aytgan nimadir sandiqdan nimalar turibdi. Dastavkamiz, mayli. Siz ishni bo'lmasmi uni? Bo'pti. O'rtoqlar. Nima qilishni ham bosh qotgan. Sigirchalik emasman dedi bu. Hazili o'rtoqlar, undan yaxshimi?
Men telefon qilyapman. Alo. Alo, senga tezda men oldimga ki. Ha, hozir boraman. Men nima menga telefon chaqirdi, bilmayman. Tez oldimga keldim. Mayli boraylik-chi, menimcha birorta ishlar bordir. Qani. Tak, men kirishim mumkinmi? Kir. Nima deysiz? Keldim. Ha, ko'rchi bitta ish o'rin bo'shadi oldingdagi. Shaharga ketyapti-ku. Ko'chib ketyapti-ku. Ishga kirasanmi? Ha, o'sha fermerlikka ha, kiraman. Ha, bo'ldi, bugundan boshla. Sen ketma nimalaring bormi? Ha, bor menda. Ha, bo'pti. Ha, oyligim nech pul? Kuniga tez bo'libdi. Bitta? Mencha kammi? Ha, bitta bo'lmasa 5 taqa beramiz-da, qani, ko'ramiz-da. Ha, bo'pti. O'rtoqlar, ishga kirdim. Nihoyat mana ferma meniki bo'ldi endi. O'rtoqlar. Mana mashitni men qarayman ekan. Mayli, zo'r. Tezda ketmonlarni olib chiqay. Ketmonim, qaydasan? Mana ketmonim. Hoppa. Hammasini tozalab chiqamiz. Jittilar menga qarashib ekan. Zo'r. Hoppa, men yig'ishtiraman, bular ekadi. Bular gap. Endi bularni nima qilaman ekan? Merdan so'rab olay. Alo, nima deysan? Ana fermadan chiqqan nimalar qayerga qo'yay? Ularni men oldinga olib kelib. Hozir mana ketyapman. Merga borib beramiz ekan. Kela qisqa yo'ldan bosib qo'yaylik menda. Tak. Mana. Mana nechta chiqdi? 10 ta pishlinsa, ishqib o'sha bug'doy, 28 ta xuruq, 3 ta so'zi. Mana sandiqqa qo'yib qo'y. Qaysi biriga? Bilmayman, qo'yavchi. Bunday instrumentlar. Bunday instrument. Boyga qo'yaveraman. Bo'ldi, endi menga oylik berasizmi? Sandiqda 4 ta bor. Nima 5 ta emas? Men 5 ta eng balandni o'ylab ko'ramiz dedi bunda. Bo'pti. Bo'ldi, mana 4 ta oldi. Bo'pti, yo'q. Deraza sindirib qo'ydim. Nima qilding-ku? Jarima yozildi senga. Qo'y ishtasini. Nimaga? Prosta oyna sindirdim, shuncha qimmatmi bu? Qo'ygandan keyin qo'y ishtasini. Bo'pti mana. Bo'ldi. O'rtoqlar derazani sindirdim, nima qilib tashladi bu? Hali bundan ko'ramiz buni. Ahvolini. Bitta deraza sindirganga shunchalikmi? Hammasini sindiraman kerak bo'lsa. Bitta derazasini sindirib qo'ydim, 4 ta oldi. Bu xasis meragan. Men anchadan beri gaplashmadim bu bilan. Kela sindiramiz bo'ldi. Hop, sekin o'tamizda aqqonilarni sindirib ketamiz. Kim bizligimizni bilmaydi. Sekin o'tamiz. Ana shu yerga qarab turibdi o'rtoqlar. Bakot olamiz. Ana. Davay. Chas. Ana bo'ldi. Bu tomonni ham sindiramiz. Kim bu? Kim sindirdi? O'rtoqlar, qoch. Ana harbiy ko'rib qoldim. Endi nima bo'ladi? Eshikni qulfla tezroq. Ana bo'ldi. Battar bo'lsin, shu kunidan battar bo'lsin o'rtoqlar. Ana bo'ldi. Shu kundan battar bo'lsin. Eshikni yoqamiz. Men bugun ishdan rosa charchadim. Endi jinday dam olaman. Maza qilib uxlab turdim lekin o'rtoqlar. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, jimsiz? Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ha, akam o'rniga chiqmadim men. Ha, aka chiqmadilarmi bugun? Ha, chiqmadi, kasal edi. Ha, bo'p tuzalib ketsinlar. Oh, o'rtoqlar bitta kalla tashlab chiqqan aytmas senga. Hop. O'rtoqlar mazza. Hop. Maza qildimi? Endi kirib nimadir yemasak bo'lmaydi menimcha. Yemayman. Bo'ng tezroq. Kim bu? Alo, sen kim? Alaykum assalom. Siz Said gamermisiz? Ha, Said gamerman. Uzr, tanimadim siz. Biz nima deydi, qishloq politsiyasidanmiz. Tinchlikman. Menman nimaga edi? Siz tezroq uchastkamizga keling. Ha, bo'pti, hozir boraman. O'rtoqlar nimaga ekan? Shu tinchlik bo'lsin, Ana tarbiylar. Kirishga mumkinmi? Kiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz Said gamermisiz? Ha, Said gamerman. Kecha siz meni oynasini sindirgansiz. Nimaga sindirasiz? Men sindirmaganman uni. Boshqa sindirgan. Tuhmat qilmang. Men nima deyman? Tuyog'ini gapirmang. Yo'q, bormi? Dalilingiz bormi men sindirganimga? Ana tepada qo'rg'onchi ko'rib turibdi. Shunaqami? Ha, shunaqa shu sindirdi. Lekin men o'zidan-da bitta derazasini tikib sinovdi. Keyin shunga 400 marta oldi. O'zi meni 300 marta oldi. Meni oyligim 400 marta edi. Meni oyligim yamidan ko'pini oldi. U uni haqqa bahonasi oylik ham bermaydi. Nimaga ekanda qonun biz tomonda zato. Umr bo'lsa ham. Siz ko'p gapirmang, jarima to'lang. Siz ham nech pul ekan bo'pti jarima? 10 murod. Men chaqimadi 10 murod. Sizlar xofil narxini to'layapsizlar-ku. Endi to'lasangiz to'lang, bo'lmasa qamalasiz. Bo'pti, hozir to'layman. Unaqa emas. Hozir nima? Endi shu ham bormidi boshimda? O'rtoqlar, jarima to'langayapti. Qaysi puldan to'layman menimcha? Ichimda qolgan puldan to'layman. Qochib turing. Qochib turing. Qochish var. Yo'qol. Bu videoda chiqqan. Ko'rmadim deb hisoblaysizlar bo'lar. Videoga ketamiz. O'rtoqlar, kaltim qayerda edi meni? Mana. Ana shu yerda bitta blokimni mayda qilamiz. Va keyin shundan to'laymiz. To'laylik. Sindirib, kaltni ham joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana verstak mayda qilamiz. 10 tamidi? Ha, 10 edi o'rtoqlar. Pastda bitta izmirutim bor edi. Kiras. Kirkam qo'yib, izmirut olsam 10 ta bo'ldi. 10 tani tashlab chiqamiz. O'rtoqlar, shu jarimasi ham bormi deb boshimda. Keldim. Mana keldim, pulni qayerga qo'y? Menga tashlang. Hozir. Ana oy. Menga tushib qoldi. O'ng, mana uni stolga qo'yib tashlayman. Yaxshiroq tashlang. Bo'ldi ana. Bo'pti. O'rtoqlar. Hammaga xayr. Videoni shungacha ko'rsalaring, hammaga rahmat o'rtoqlar. Garchi bu 3-sim tez orada chiqadi. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Hammaga xayr. Kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Videodagi qisqa tutashuvlarni esa uni endi noxushlik deb hisoblaymiz o'rtoqlar.
Hammaga xayr.